Erkaklar bepushtligining eng og'ir darajasi azospermiya bo'ladigan bo'lsa, shu azospermiyani ham eng og'ir darajalari bor. Shulardan biri moyaklar hajmini kichkina bo'lishi, gormonlar FSGLga ingibin deymiz. Shu gormonlarni normadan ko'ra tushib ketishi yoki ko'tarilib ketishi. Shu kabi belgilar shu azospermiyadagi eng og'ir holatlar hisoblanadi. Bitta xursandchilik holat bilan bo'lishmoqchiman sizlarga bugun. 2 yil oldin, rovno 2 yil oldin, dekabr oyida edi. Qabulga Qozog'istondan bemor keldi. Bemor qabulga kelganda tekshiruv qog'ozlarini shu narsani ko'rdim. Bemorda Klinefelter sindromi, ya'ni unda bitta ayollik xromosomasi qo'shilib qolgan XXY bo'lib. Bu qanday belgilar bilan beradi? Odatda bunday bemorlarning bo'yi uzun, yelkasi chanoqqa nisbatan kichkinaroq, qo'llari tanaga nisbatan uzunroq, soch soqol chiqishi, ya'ni soqol mo'ylov chiqishi o'zini tengqurlariga nisbatan pastroq, ya'ni kechroq amalga oshadi. Ovoz nisbatan ayollarnikiga xos va tana tuzilishida ham bir nechta o'zgarishlar, masalan, ko'kraklari ayollarnikiga o'xshagan ginekamastiya rivojlanishi, moyaklar kichkina bo'lishi va eng asosiysi gormonal o'zgarishlar bilan o'zini tashqi belgilarini beradi. Xo'p, bemorda ham xuddi shunday holat Klinefelter sindromi. Moyak hajmi normada, ma'lumot uchun 15 dan 20 kubik santimetrgacha bo'lishi kerak. Bu bemorda bo'lsa 0,7 kubik santimetr, juda ham kichkina. Ochig'i o'sha paytlarda unchalik praktikam ko'p bo'lmagani uchun bu bemorni operatsiya qilgan rosa o'ylandim. Keyin bemorga shu gormonal terapiya lecheniya yozdimda, seni operatsiya qilsam har 10 ta bemordan bittasida urug' chiqishi mumkin xolos. Qolgan 9 tasidan urug' chiqmaydi. 10% ehtimolimiz bor. Seni operatsiya qilmayman hozir, lekin lecheniya qilaman. Lecheniyadan keyin ham xuddi shunaqa, ya'ni 10% ehtimolim bor xolos dedimda, biroz hali qo'pol aytganda qo'rqitishga harakat qilib, 2 oylik gormonal terapiya qilib yozib jo'natib yubordim. Shundan keyin bemor o'sha 2 oylik gormonal terapiyadan keyin yana qabulimga keldi. Yana qabulimga keldi, qarasam gormonlarda nisbatan o'zgarishlar bor. Bemorga aytdim, operatsiya qilib beraman mayli, lekin operatsiya qilsam ham har 10 ta bemordan faqatgina bittasida urug' chiqishi mumkin. Rozi bo'lsang operatsiya qilaman dedim. Bemor rozi bo'ldi. Bu oxirgi chorasiligini tushundi. Shu o'rinda aytish kerak, bemorlar ba'zi bir holatlar bo'ladi, bu sizni oldingizdagi yagona va oxirgi chora bo'ladi. Ba'zi bir holatlar bo'ladi, buni shaxsan biz doktorlar sizga variantlar beramiz. Uni qilsak bo'ladi, buni qilsak bo'ladi, bunaqa holatda bo'ladi deb. Lekin aynan azospermiyada ba'zi bir holatlarda yagona chora shu operatsiya qilish. Xo'p, bemor buni his qildida, operatsiya qilishimni talab qildi. Operatsiya qildim. 0,7 kubik santimetr moyakdan Xudoning izni bilan yaxshi spermatozoidlar chiqdi. Spermatozoidlarni oldik, muzlatdik, rekonservatsiya qilib. Shundan keyin bemor ayoliga eko amaliyoti boshlandi. Eko amaliyotida bemorda 5 dona embrion hosil bo'ldi. Ikkita juda ham a'lo sifatli, ikkita o'rta sifatli va bitta yomon sifatli embrion hosil bo'ldi. Bemor ayoliga ikkita a'lo sifatli embrion ko'chib o'tkazildi. Bemorning ayoli homilador bo'ldi va 4 oyligida, ya'ni 4 oylik homiladorlik paytida homila rivojlanmay qoldi. Homila tushib qoldi. Shundan keyin bemor qayta keldi ayoli bilan. Unga hamma narsa tushuntirildi. Bu narsa bo'lishi mumkin bo'lgan shansligi, unda genetik muammo borligi hammasi aytib tushuntirildi. Bemor hech qanaqa bundan hali norozichilik bildirmadi va qolgan 3 ta embrionimiz bor edi. 2 ta o'rta va bitta sifatsizroq embrion. Shularni ayolining bachadoniga yana ko'chirib o'tkazish, transfer amalga oshirildi. Keyingi safar yana homiladorlik Xudo berdi. Tamil opa degan juda ham ginekolog-reproktolog, qo'li yengil shu doktorimiz bor. Shu doktor bilan birga ishladik va homiladorlik ro'y berdi. Homiladorlik bo'ldi, testda chiqdi, HGCni qonda ko'rdik, o'sha HGC ko'tarilgan, xursandmiz. Oradan 2 oy o'tib homila egizakligi aniqlandi. Egizak homila kutilgan uzoq yil. Qayerlargadir borganda moyaklar hajmi kichkinaligi, unda genetik kasallik borligi va unda o'sha gormonal o'zgarishlar hammasi hisobga olib sen bolali bo'lmaysan degan o'sha patsiyentni, bemorni ayoli 2-marta homilador va egizak homilador. Shundan keyin mana vaqtlar o'tdi, kuni kecha Allohga shukr, egizak o'g'illar dunyoga keldi. Egizak o'g'illar dunyoga kelgan, ikkalasi ham soppa-sog', hatto birinchi tug'ish edi.
Juda ham xursand bo'ldim va bir narsaga ham afsus qildim, ham o'zimni biroz koyidim. Erkaklarda urologik muammolar ko'p uchraydi. Bular xoh farzandsizlik bo'lsin, xoh bu narsa o'sha jinsiy zaiflik va boshqa sabablar bo'lsin. Ko'pchilik erkaklar ba'zi holatlarda bu narsani hattoki yechimi borligini ham bilishmaydi. Lekin bizni jamoamiz sizga har qanday urologik muammo bilan eko bo'ladimi bu yoki jinsiy zaiflikning eng og'ir turi, jinsiy aloqadagi eng katta muammolar bo'ladimi? Jinsiy olatni razmerida yoki bo'lmasa jinsiy olatni qalinligida yoki jinsiy olatda o'tkazilgan turli operatsiyadan keyingi travmalarda va jinsiy olatni qiyshayshi va boshqa holatlar bo'lgan taqdirda ham, hatto zamonaviy protez qo'yish kerak bo'lsa ham, sizlarga albatta yordam bera olamiz. Bu muolajalar barchasi biz o'zimiz ishlaydigan klinikada amalga oshiriladi va bu muammolarga biz sizga albatta yechim bera olamiz. Aytgancha, yoshlar faqat o'zini o'ylamasdan, ota-onalar haqida ham biroz o'ylashimiz kerak. Otalarda, yoshi katta odamlarda tunda hojatga o'tish bo'lyapti yoki bo'lmasa siyishda muammolar bo'lyapti, tez-tez hojatga o'tish bo'lyapti. Bunday muammolarda prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi kasalligi kuzatiladi. Bunday holatda ham sizga hech qayeringizni kesmasdan, teshmasdan, tikmasdan tabiiy siydik yo'li orqali rostakasim lazer bilan kirib dardingizni xalos qilamiz. Bizga murojaat qiling va ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Afsus qilgan narsam, biz nimanidir o'qigan inson sifatida qaysidir bemorni taqdirini hal qilib olishga harakat qilamiz. Avvalo o'zi kechirsin. Ya'ni bu bemorni men ko'rib turib, analizlarni, tekshiruvlarni ko'rib turib, yo'q, bolali bo'la olmasa kerak, bundan urug' chiqmasa kerak deb turib, o'zimda ham ishonch bo'lmagan edi. Lekin Xudoning izni bilan mana urug'lar chiqdi, homilador bo'ldi. Endi o'zimni koyigan narsam bo'lsa, nima uchun shu arzimas ozgina bilimimga o'zimchasiga tayanib, shu bitta bemorni shunday ota bo'lish shansidan to'sib qo'yay dedim deb turib o'zimni koyidim. Allohga shukr, bu kabi bemorlarimiz ko'p, lekin juda ham meni xursand qilgan narsa shu aynan shu bemor bo'ldi. Sababi aytganimdek, birinchi marta qabulimga kelganida bu bola bolali bo'la olmasa kerak degan narsa bilan buni qaytarib yubormoqchi bo'lganman. Lekin Xudoga shukr, mana egizak farzandli bo'libdi. Klinefelter sindromi bo'yicha taxminiy statistikalarda aytaman. Bir yilda masalan 30 ta bemorda Klinefelter sindromi bo'yicha operatsiya qiladigan bo'lsam, shu 30 ta bemordan o'rta hisobda 10 ta, 12 tasida urug'lar izlab topiladi. Shu urug' izlab masalan 12 tasida deydigan bo'lsak, 12 tasida urug'lar izlab topilsa, shulardan bir 8 tasida embrion hosil bo'ladi. Ya'ni urug' topilgani bilan ularda eko amaliyoti har doim ham embrion bilan tugamaydi. 8 tasidan bo'lsa, biz o'sha transfer qilib ko'chib o'tkazganimizda 4 tasigacha, ya'ni 4 tasi to tuqqunicha yetib borishi mumkin. Ya'ni 30 tadan 4 ta bemor tuqquncha yetib boradi. Qolganida afsuski biz hech qanday yordam bera olmaymiz. Va bu bemorlar har doim eng baxtli bemorlarimiz bo'ladi. Endi shu yerda gap bo'lishi mumkin. 30 ta bemordan 4 tasi bu degani 10% dan ozgina ko'proq. Shu narsaga arziydimi? Shuncha pul sarflashga, operatsiya qilishga, boshqaga. Shu o'rinda o'zimning shaxsiy fikrimni aytaman. Butun umr bolasiz bo'lib o'tgandan ko'ra, butun umr bolasiz degan tamg'ani ko'tarib yurgandan ko'ra, shu 10% emas, 1% bo'lsa ham shansni berib, bunday insonlarga yordam berish menimcha arziydi. Tag'in bilman. Ushbu ma'lumot va bizning mehnatimizni qadrlagan holatda videoga like bosish, videoda o'z fikringizni o'sha izohlarda qoldirish va bizga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.